Hop, bu videoyim aynan fotiha amaliyoti haqida. Ovozimga ahamiyat bermaysizlargina shamollaganman. Qaranglar. Men to'g'ri fotiha amaliyotini qilganman. Fotiha amaliyoti ishlaydi haqiqatdan ham. Men har safar shu amaliyotni qilganimda haqiqatdan ham muammolarimdan chiqqanman. O'sha paytda 2024-yili o'sha muammoga tushgan paytimda imini chuqurlikda hamma narsani yechim Allohdan bo'lganiga 100% ishonganman. Chunki men o'sha payt juda ham ko'p psixologlarga borganman. O'zim ustimda ishlashda tinmaganman. Hozir ko'pchilik kabi boraverganman psixologlarga. Vaqtincha bo'lardi rezultat, yana davom etardi o'sha muammo, vaqtincha bo'lardi, yana davom etardi o'sha muammo. Menda nima bo'lgan o'sha paytda? To'g'ri, yechim Allohdan ekan, demak, miya bilan ishlash kerak emas ekan. Всё bo'ldi, уже hamma narsa Allohdan ekan. Okey. Har safar menga yana turmushda xiyonat, pul bilan muammo, yana kelyapti-da. Yana fotiha amaliyotini qilaman, yana yaxshi bo'ladi, yana bu bilan takror taqdir demoqchi emasman. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Va yana bo'lyapti o'sha narsa. Потом o'ylaganman, что-то вот не то. Okey, men Alloh bilan yechim topganman. Lekin har safar Alloh bilan men ya'ni zamin bir nimaga nisbatan menga mana shu narsani berdi vermayman-ku. Demak, bu yerda yana ishlanish kerak bo'lgan boshqa narsalar bor. Va o'sha paytda как раз men 2024-yil oxirida aynan ongi osti ishlash bo'yicha rossiyskiy ya'ni o'sha chet ellikka mutaxassislarni ko'rdim va ular aytayotgan ya'ni ma'lumotlar meni qiziqtirdi. Qani kirib ko'ray dedim va takror taqdirlar haqida qiziqdim, ya'ni qanaqa bo'ladi u, nima, balki menda ham takror taqdir deb o'yladim. Chunki men qancha duo qilsam ham, niyat qilsam ham hammasi bo'ladi, lekin yana o'sha muammoga tushib qolaverardim, tushunyapsizlar? Men o'yladimki, bu takror taqdir deb o'yladim. Takror taqdirlar bo'yicha psixologlar bilan tanishdim. Lekin yana ham chuqur kirganim sari bildimki, yo'q, bularning hammasi bizani boshqarayotgan ong osti dasturlari. Bizani tilimizda aytganda, oddiy qilib aytganda tarbiyamiz. Bizga tarbiya bergan ota-onamiz hech qachon aybdor emas. Ular ham o'zligingiz qanday bilishsa, o'sha narsani bizga berishgan. Biz ham qanaqa qabul qilsak, o'sha narsani bolalarimizga beramiz. Menda o'sha holat bo'lgandan keyin qizlar, конечно, уже siz o'ylaysiz-ku, qayerdan kelyapti, nima bo'lyapti, muammoni ildizini topish kerak deysiz. Ildizi deyishdi. Muammoni ildizini topishga qiziqdim va muammoni ildizini qidirdim, lekin ildizni o'zini yechganim menga yordam bermadi. Va yana ham qidirganim sari ongni dasturlash, ya'ni gipnoterapiya, bu ongni dasturlash orqali o'zingiz xohlagan hayotingizni o'zingizga olib kirishingiz, ya'ni yozishingiz. Bizga aynan dars o'tayotganimizda o'tda shunaqangi gipnoterapiyani shaffof tomonini bizga ko'rsatib berishdiki, shaffofligini, ya'ni bu metod orqali siz rezultatingiz ham tez bo'ladi, ham sizga ziyog'i ketmaydi. Ya'ni qanaqa shaffof? Ya'ni aytishyapti o'tda, mana men real o'qiganlarimni aytayapman sizlarga. Alloh hech kimga sen yomon bo'l, sen mana bunaqa bo'lgin deb xunuk taqdir yoki yomonlik qilib yoki yomonlik ham bo'lmaydi. Faqatgina sinovdan iborat taqdir yozmaydi Alloh hech kimga. Va o'sha narsani anglaganimdan keyin, ya'ni o'zingni o'zgartir. Ya'ni bir qavm o'zini o'zgartirsa, Alloh ularning holatini o'zgartiradi. Ya'ni holatini o'zgarsa o'zgaradi deyilgan gapni men o'shanda tushunib yetdim asl ma'nosini. Demak, insonni faqatgina ildizidagi muammo emas, uni o'sha ildizda ortgan 5-6 yoshda bo'lishi mumkin, nimadandir qo'rqqan, suvdan qo'rqqan, kuchuk tishlab olgan, mushuk tishlab olgan farqi yo'q. O'sha paytda qo'rqqan muammosi uni keyinchalik ildiz ortgan. U ildizi обязательно 8 yoshda, 12 yoshda, balog'at yoshda, 20 yoshda turmushdan keyin, tug'ruqdan keyin farqi yo'q. Ishda ko'tarilishda, ishda tushda hammasida o'sha ildiz ortgani qo'ziydi, ya'ni ko'tarilish bo'ladi insonda. Qo'pol qilib aytganda, o'zimizning tilda aytganda o'sha narsa yana portlab chiqadi bu yoqqa. Da? Потом aynan o'sha dasturlash amaliyotini va ongi osti bilan ishlashni o'rganganimdan keyin mana shu yili iminni o'tgan yili ham emas, o'tgan yili ham men o'zim ustimda ishlab yurgandim. Mana shu yildan boshlab men xohlagan narsamga, xohlagan paytda Alloh yetishtiryapti. Ya'ni men faqatgina Allohga duo qilib faqat so'rayotganim yo'q, nimadir menga ber deb. Men o'zimning holatimni ham to'g'irlayapman. Men ichki ruhiy emotsional holatimni ham to'g'irlayapman. Ya'ni aybdor faqatgina
Aybdor faqatgina bu dunyo, aybdor faqatgina insonlar, aybdor faqatgina meni aldaganlar emas. Demak, meni reaksiyam ularga nisbatan qanaqaligini ko'rib chiqib, faqatgina reaksiyani o'zini emas, ong osti menga bergan dasturlarni, menga berilgan tarbiyalarni o'zim xohlagandagi ideallikka erishish uchun o'zgartirishga o'tdim. Hozirgi kunga kelib men o'zim bemalol dasturla olayman. Ya'ni buni любой odam qila oladi. Именно psixologiyadan xabar bo'lish shart emas. U massajist bo'lsin, u qosh qilsin, kiprik qilsin, soch bo'yasin, soch kessin, farqi yo'q. Mijozlar bilan, klientlar bilan kim ishlaydi? Kim любой odam shu narsani mijoziga nisbatan qo'lla oladi yoki o'ziga qo'lla oladi yoki oila a'zosiga, farzandiga, umuman oila a'zolariga, turmush o'rtog'iga qo'lla oladi va bu juda ham zo'r metod. Ya'ni ong ostidan dasturlash metodlari. Bu metodlarni tan olaman, sizlar aytayotgan ustozlarni men ko'rdim. Konsultatsiya olmaganman emas, hammasidan, lekin ustozni qalb tanlaydi, ruh tanlaydi. Menga ularning metodi yoqmagan, chunki juda ham ko'p sekretlar ko'p. Aytishmaydi, hammasini ochiq oydan ochib berishmaydi, tushunasizlarmi? Turkiyaga borganimda ham o'tdan bizga zo'r dasturlash usullarini o'rgatdi Ko'rzay. Biz u usullarni qo'lladik. Bizga foyda berdi, lekin u ham kamlik qildi, chunki u ham dokonsa ochib bermadi hammasini. Rossiyada onlayn o'qiganimda bo'lsa, ularni e'tiqodi bilan bizdagi e'tiqod to'g'ri kelmadi. Ularni dini bilan bizdagi din umuman bir-biriga mutanosib to'g'ri kelmadi. Lekin Qozog'istonda o'rganganimda, aynan Arman Gabdulin ustozdan o'rganganimda bo'lsa, ular polностью shu metodni bizga shaffofligini ochib ko'rsatib berishdi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni shu darajada bu yaxshiligi, insonlarga foydasi, somatik kasalliklarni umuman 3 kunda уже yo'q qilishi, 3 ta seans o'zida yo'q qilishi, mana shu narsalarni ochib berganlaridan keyin, men bizga yetkazayotgan, O'zbekistonda bizga yetkazayotgan takror taqdirlar, regressiya haqida ma'lumotlar, ong ostidan dasturlash haqidagi ma'lumotlarning hammasi noto'g'ri. Men bularni ochib berishim uchun xuddi shunaqa videodan bir 10 ta 15 ta yozishim kerak. Ong osti aslida qanaqa dasturlanadi? Regressiyaga qanaqa tushiladi? Takror taqdir yo'ligi haqida isbotlash uchun. Tushunasizlar, men bunaqa videodan 10 ta 15 ta yozib tushuntirib berishim kerak. Bu bitta butun dars bo'ladi. Hozir o'zida ham 8 minut pashta gapirib qo'ydim. Xullas kalom qizlar, agar siz ham shu dasturlash usullarini psixolog bo'lsangiz yoki mijozlar bilan ishlaydigan juda ham ko'p mijozlaringiz bo'lsa, yozilinglar. 10-sentyabrda qizlar darslar start oladi. Xudo xolasa offlayn bo'ladi, 4 kun bo'ladi. 4 kun ichida siz professional gipnoz o'rganib, gipnoterapiyani o'rganib chiqib ketasiz. Gipnoz bu insonni uxlatib qo'yib, uni ustida nimalardir qilib qo'yib sehrgarlik qilish emas. Bu terapiya. Tasavvur qiling, siz xirurgsiz va siz o'zingizni sizga kelgan kasalni onlayn operatsiya qila olmaysiz. Это невозможно. И gipnoterapiya ham xuddi shunaqa. Terapiya nomi bilan davolaydi. Tushuntira oldimmi? Ong ostidagina chuqur, yana ichini ham tozalaydi va davolaydigan usullardan biri hisoblanadi.